bo'ldi degan o'sha telefon qilmaydi. Telefon ishlatishga bezorman. Kamiga borib, birontasi yaxshimisan? Kamchiliging yo'qmi? Qiynalmayapsanmi? Yo'q. Unaqa telefon qiladiganlar hozir yo'q. Faqat telefon qilgan odam qarzini so'rash kerak. O'zi hamchi ko'chada bir itdan qarz bo'lmadim xolos mana. To'yib ketdim, uyga borishga bezorman. Uydagi yetishmovchilik, xullas to'yib ketdim. Jonimga tegib ketdi. Hammasi. Voy voy. Dardingni eshitib men ham siqilib ketdim ku. Qanaqa yashab yuribsan, shuncha dard bilan? Agar o'zi odatimni bilasiz. Aytavermayman, o'zim yeb yuraveraman, lekin oxiri borki bir kun portlab ketadi odam. Kimgadir aytish kerak-ku. Nola chollovga xush kelmaydi bilasanmi? Tuzib olasan, qo'log'ing but-butun, soppa-sog'san, ko'zing ko'rib turibdi. Shirindan shakar farzandlaring bor, Jasur. Bir tirnoqqa zo'r oilalar kammi dunyoda? Nolishingni qara, Jasur. Senda bitta narsa bor, bilasan? E'tibor berganmisan? Senda baraka bor. Baraka deysiz. Aka, qulog'imgacha bo'yini yog'ib tursin, qulog'imgacha qarzga botib ketganman. Uyda gaz yo'q, svet yo'q. Shu barakami? Barakami shu o'zi? Senda eng muhimisi duogo'ylaring bor. Sen kambag'allikdan noliyapsan. Men shunaqa boylarni bilaman. Ota-onasini bir marta ko'rish uchun, ota-onasini chin ko'ngildan qiladigan duosi uchun bor budini tikib boradi. Hamma narsadan kechadi, hatto jonidan ham. Nolishingni qara. Ke uzoqqa bormaymiz. Mana onam tiriklik paytlarida-chi, to'g'ri balkim ishim yurishmagandir. Lekin barakam bor edi, Jasur. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimdan nurlar sochib, onam.